Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy, bo'larkan, shunaqa yursang, ha? Bo'ladi siz uchun. Qachon qarama shu yerda ichida yurarding? 3 yil bo'libdi seni bu holatda ko'rmaganimga. Bo'larkan, yasanib yurgin. Xo'p bo'ladi jonim. Meni ham qo'limdan iching. Voy, xo'p. Shirinmi? Seni qo'lingdan boshqaralarmi? Asma ko'letan. Ay, ko'raring. Boring qarang xotinchangizga. Xafa bo'lib qolmasin. Battar hali bundan ham ko'pini ko'rsataman senga. Ayojon, ana ularni qarang, meni yonimda ikkalasi xiring qilishyapti. Ata qilishyaptimi? Voy, bolajonim, to'y tashab qo'ying. Ertaga sizni bo'yingizda bo'lib qolsa, egam berdi sizniki bo'lib ketadi. Ungacha sabrli bo'lib turing, xo'pmi bolam? Mayli, qaramaganga o'xshab olavering, ana qarab ketavering. Bo'lmasam bitta tug'ib olay, o'zim bilaman. Shunaqa qiling, sizniki bo'lib ketadi, bola. Ishingizni qiling. Ko'p ularga qaramang, parvo qiling. Na. Ko'ryapsizmi ahvolni? Endi ahvoli shu bo'ladi-da, shuni ko'zini yonida go'zal bilan xirinab o'tirgandan keyin sal bunga ham e'tibor ber, jon bolam. Ikki o'ttada meni qaritib yuborasan, chachlarimga oq tushib ketdi. Xo'p. Nima qilib o'tiribsan? O'zim Dasturxonlar ham yozib xotinchangiz yig'ishtirsin. Sen kimsan unda? Menmi? Men yosh tug'ib beradigan xotiningizman. Unga o'xshab tug'masmasman. Yo uni tanlaysiz, yo meni tanlaysiz. U tug'maganligi uchun shu yerda o'tiribsan. Agar u tuqqan bo'lganda bu xonadonga qadam ham bosmasding. Shuni esingdan chiqarma. Men uni yaxshi ko'raman. Sen dag'ani 10tasiga ham almashmayman. Yerga qarama, jiloqqa. Kim tug'mas? Endi qurtaman, tushundingmi? Voy, ha, bola. Voy, go'zalxon qo'yib yuboring, nima qilyapsiz, go'zal?